Her vaqt balkonumda shunda go'zal bulutlar o'tgan chog'da yugurib chiqib ko'rib olmay bulutlarni. Xuddi vatandagidek his qilmay o'zimni. Meni sevginishlarimni, salimimni vatanga olib ketdim. Topshirib elinglar, ma bulut bilan ma bulutga ba'din sevginishimni, salimimni. Aldığı çıkıp bulutlarını görsünüz. Aşı menin salimim, aşı menin sevginişim. Tapşırıp eleyim. Nimdeyim? Nimdettim? Vlogimda içiliş qanchalı? Qanday gaplarni qilardim? Vlog tatmay, shundoq emasmi mana? Vlog tatmasa, kamerani ichib, shunday qarab turgan gap, nim deyishni bilmay odam. Yangi bir qitimliq vlogimga xush keldinglar. Stockholmdan hammalarga qutlug' salomlarimni yo'llayman. Qanday ahvolinglar? Hammalar yaxshi turibsizlar. Uzaq bo'libdi hamma vlog tatmag'ini. Bugün 8. ayninki 10. günü. Bugün Stockholm'da hazır 15 gradus köygünümüzdek. Hazır tehi düştünkin saat 4 oldu 15 gradus. Ben ertegen kopkan çağda 11 gradus diye. Bir haftadak oldu Stockholm'da yağmur yağıp hava tutuq. Gün kömügünümgün bir hafta oldu meninki ya. Şunlaşqa bir xil kayfiyatlan bir xil tuvan, hava gün bulmağaşqa. Bir xil adamda ezadigan bir hava bo'ladı yaqindan beri. Hazır oturup uyda vlog tatqim kelib qoldi tuyuqsizlar. Chechim vekshi qalaymaqan, shunashqa shapka kiyib oldim. Qalaymaqan chachlarimni ko'maladim. Coldplay'ninki konsertidan olgan shapkama. Ma t-shirtimi Coldplay'ninki t-shirti Alien Radio degan. Look at here. Everyone is an alien somewhere. We are all aliens somewhere. Sizlarcha nimishlarni qilib ketdinglar, kunlaringlar qanday o'tyapti degandek. Mening kunlarim shunday o'tib ketib bordi, ishlab o'tib ketib bordi kunlarim. Topgan pulimning tayini yo'q, ishlab o'tib ketib bordi. Chiqaroq topgan bo'lsam-ki pulni, kashki ishligim yo'q.
Qarsam hammasi sayohatlarga chiqibdi, dam ilishlarni eylab degandek. Bir man qaptiman Shvetsiyada, Stokgolmda. Okey, qahvalarni ichib bo'ldim demiş bulman. Men chiniqishga chiqmoqchi eras. Tunogin chiniqdim, oldingi kun chiniqdim, bugun yana chiniqishga chiqmoqchi. Ma aydagi planim ras. Ma ayda bir planim bor qilgan. 30 kunning ichida 15 kun chiniqishga chiqish planim bor. Başladım şu planımni. 3 gün bo'ldi chiniqyapman. Erta o'g'illikka yana chiqmoqchi vaqt chiqarib. Shunga mahapda 5 kun chiniqishga chiqaman. Başqa ishlarimni no yaxshi qilamasam, eng bo'lmaganchada chiniqishimni yaxshi qilaman. Biroz sizlarga men yeni bir gul olgandim. Shu gulimni ko'rsatmoqchi hozir sizlarga. Yaxshi boqolmayapman. Olgan gulimning birsini o'ltirib qo'yay dedim. Ma gulni yeng oldim. Ama bugünle yaxşı baqamayotman ko'ngillarda ekanda qurib ketdi ko'ngillarni yo'pirmoqlari. Buni men olgan chaqda shu do'konda sotadigan qizlar menga kunda degidek azroq-azroqdan su quyib bergin, bu suvni yaxshi ko'radigan gul deb ashuna degandi. Buni kunda degidek su quyib turyapman, azazdan shunda bo'lsa-mu yana qurib ketib boradi. Undan keyin yana mashki gulni oldim. Ma gulni bek yaxshi ko'rdim, qaranglar. Bir xil bugünni ismini mikindan bilmadim. Bir ko'ribla yaxshi ko'rib qolgandim men magulni. Undan keyin menda bir gul oldim. Hammasi yo'pirmoqlik gullar uyimdagi. O, nimda amroq men bu yo'pirmoqlik gullarga. Hozir uyimda bilib bilmay 8 tal gulim bo'lib ketibdi jumo. Ashuni hozir aram beqiyapman 8 tal gulni. Bu yerga magullarım eslatdi. Kesib qo'yay. Magulimdan 2 tal gul unib chiqdi ko'ngillarda. Bu yerda buni yaxshi baqamadim degandim. Bu bo'lsa men xili yaxshi aylanadi. Meniki mavi. Meni yaxshi beqiyapman. Mavi qurib ketib bordim yalri. Men yo'pirmoqlarning uchlari qurishga boshlabdi meniki. Bilmadim. Ama magulimni vəxşə beqiyib borman. Magulim dəhşət aylanadi ko'ngillarda. Qaranglar o'sib uzun bo'lib ketdi menimlari. Manda uzun emas deyman, olganchada qisqa-qisqadi. Şınlaşqa güllerimde yaxşı beqiyapman. Endi bununki yo'pirmoqlik gün olmayman bo'ldi. Endi içildigan gül olaman. Har xil variantda içildigan gullarni olaman. Endi qo'ydigan yerimning qolmadi uyimni. Gul qo'ydigan yerim oz qoldi. 2 derizam hozir to'sh bo'ldi. Yotoq uyimning derisi 2 tal gul bor, to'shaydab qoldi degandek. Bugün bir günüm şunda ötüdü. Keş tamak, nim tamak itip yeymen keşte. Şu tamak it. Bilmiyorum nim etişimni. Saykohtat akırışım gerek. Şimdi kıştın çıkıp azraq soğudluk kılman degandek. Bunda da başka gündeki vlogumda görüşeli. Bugün bir hayatımda nimişler bo'lib ketib bordi. Bir update qiltay. Uzoq vaqtda vlog tatmoqni, vlog tatmoqni ketdi bugün. İki taşning aralig'ida degandek. Sözlerim var Sana aşık gözlerim var Gece gece yatan atmaydı Deme gece ya kepratmaydı Sana aşıksın Birinci sağınım köyüp gitti Yukarı 30 gradusni Mavi ikinci etim sağınım Bu köyme yaxşı çıktı Pranik pişirişim tuncaq ettim Ama şekerni az yeb qo'yibdi mana. Tatliq emas bir xil chiqibdi. Tatliq bilan tatliq emasning oralig'ida bir xil ta'm bo'lib chiqibdi.
Ben hazır çıktım peçenehandan. İşkital peçeni aldım, uyga berip yeymen. Acayip peyizge peçenileri alanın ki çokum Stockholm'a kip kalsanlar, bir kilip yap gitanlar. Adatdaki dukanlarda satıdığan peçenlarga oxşamaydigan. Dukanın içi bek kichikken şunlaşqa ep ketadiganга kesanlar bo'lgan qahvalari borki, boshqa ichimliklari borki degandek har xil variantlar, har xil tamdagi pechenlar borki. Sapla pechenlar satıdığan dukanga şunlaşqa tavsiya qilaman. Kelib bir yeb ketinglar pechenlarni bek payizga ta'min. Yana bir kundagi vlogim. Bugun 8-oyning 31-kuni. Şunlaşqa men uyimning yenidagi ko'lga cho'milgunim andim hozir. Men 8-oy 7-oyda cho'mlab baxmadim. Men yoz kelishdan burun bu yozni ajoyib payza o'tkazman, ko'llarga berib cho'mlayman deb plan qilgan. Shu cho'mlash, shu planlarimning birsi. Ammo 8-oy o'tib ketib bordi. Bir qitim cho'mlab baxmadim. Gerçi uyimning yenidili ko'l bo'lsa-mu, shunlashqa bugun bir cho'mlashni qaror qildim. Bugün onda ıssiq emas, su soğuq bo'lsa-mu, bugun cho'qim tushib cho'mlayman. Hozir soat 7:20 bo'laydi. Cho'mlaydigan yerda hech kim yo'q ya. Va, men manzarani qarang. Payzigini. Jiroqdagi bulutlarni aniq ko'rgan bo'lmayotganda, bu kamerada bo'lmasa kishi payzi. Bulutlar bor osmonda. Miyada bir cho'mlaydigan yer bor, undan keyin o tarafda bir cho'mlaydigan yer bor. Bugun miyada cho'mlaymiz. Soğuk şamal çıkıyordu da. Soğuk ya su. Bekşi soğuk ya su. Dimden soğuk su. Yazlar ötüp gitipti bana, çoğlaydığa vakitler ötüp gitipti. Neredesiler ak bulutlarım, Rahile Kamal. Larsan uçup yürüyen ak bulut, hoşallıqqa oxşaydı həcəb. Unutqandan buyan külüşni, kökten həsrət yağmaqdı ləb-ləb. Neredesiler ak bulutlarım, yürüməkdi mən silərini izləb. Amraq idim yağmurğa qarğa, güldürmama hem de sabaha. Keçilermu idi sırdaşım, muştaq edim tangı sabaha. Neredesiler ah bulutlarım, müküvaldanlar nege kayakka. Ah bulutdek şok erki idim, gamkinlikte kaldım esiqip. Tamlar qara, derizi qara, yollar yara, daraxtlar yara. Yeşillik ketdim zarıqıp, neredesiler ah bulutlarım, kelersizlermi yana farqi qip.
Bugün balkonumda bir naştılık yeydip naştılık kıldım go. Ma bulutlar bilen billa. Ve kişi pez aptap çıktı bugün ama ma yazdığımı tüzek bir balkonumda oturup bir aptaplarını ozuramaptım. Bugün bosumu kız kirip ketken bosumu gerçi. Karsam havasında pez buttu bugün. Oturup balkonumda naştılık kılgaç, kahve içip meyerdeki balkonumdan ötüp gitip bağan bulutlara karab Çok hoş yaptım apta. Közenek takip aldım mı aptaptı közümdü mü açamayatım küçüklükte. Cık vlog tartamadım yakından beri ve kişi işlep ötüp git bardı küllerim. Şunlaşka vlog tartılağanğımı vaqt yok. Onunkin ilham yok vlog tartılağanğa. Nim tartmaya kündülük turmuşum şu. İşqı barıma, kelime, öyde kino görüme, tamak etip yeyme. Şula hayatım bir ritimde ötüp atıdı aslında. Vaqtım bu içine qısqı vatmaya degandek. Şunlaşka tartılığın tüzek nesi yok. Şunlaşka vlogımı tartmadım. Demirleşlerim çıqaraq boğan bozke, bir yerlerge berip, bir yerlerini tonuşturup sizlerge aslında vloglarını tartqan bolsam. Zerikişlik kündülük turmuşum. Ma'nisiz turmuşum. Hayırlı sahar, yeni bir gündeki vlogumga hoş geldinglar. Bugün Hopninki sample failsi bo'ldi ekan. Şunlaşqa hozir berib ashaga o'zim yaxshi ko'rgan, ko'rib qo'ygan kiyimlarimni arzon bahoda ilib olman. Sample failsi bir yilda bir qitim yoki ikki qitim bo'ldi. Shu o'tib ketgan sezondagi kiyimlarni yerim bahoda, hatto undan tuvan bahoda sotdi. Şunlaşqa Mesela en yaxşı fırsatda. Maç için bugün nimdeydi maç? Zaten ösüp gitti saçlarım yani bir demde dekse çaka ösüler saçlarım. Azraq qılıqı vakit sürküvamsam pek uyaktım pek uçup. Ben kelayladım hazır. Ben keldim hileyden. Adamlar toş boptu. Öçer saxlap kirmenken. Ma bulağını ko'ringlarmi ballar. Ballar men qalaymiqanchilikning ichidan qutulib chiqdim oxiri. Adamning jiqlig'ida mig'miq adam. Men yaxshi ko'rgan, men ko'rib qo'ygan kiyimlarning hammasini bulab tugitib bo'pti men kirgacha. Azroq kechikib qolsam birdamda yo'q kiyim. Ammo bir popayka aldım, qishliq popayka, undan keyin bir jeans aldım. Ondan keyin bir mındaq o'sha kuzlarda teshimda kiydiğimda bir chapandan birini aldım. Uyga berib ko'rsatib qo'yman olgan narsalarımni. Uyga qaytmadim texi. Qahva ichdim. Qahvarimni ichib olib, ondan keyin uyga qaytdim. Hozir men yaxshi ko'rgan bir qahva hammam. Yana kerak deb qoldim. Kuzlar kirib ketdi ko'ngillardek. Men yo'pirmoqlarni ko'ringlarmi? Kuz keldi, kuz. Ben yaxshi ko'rgan qahvaxonada adam liq-miliqga ko'ringlarmi? Nah. Bitta brownie aldım. Qahvarim keldi ve kişi o'xshagan chiroyli qahva.
Kahvarimni ichib oldim. Endi qaytdim uyga. Men hozir qaytib keldim uyga. Ağam Nasrimni bir ko'rsatay. Aslida men ko'rib qo'ygan bir necha kiyimlarim bordi. Ashlarni olmoqchidim, ammo ularning hammasi bulu-bulang bo'lib ketibdi. Men kirgicha ichiga bir yo'zay ishton oldim. Bir ko'k rangdagi yo'zay ishton oldim. Shunday yaxshiki, kaynim manda. Yani qishliq bir popayka oldim. Bu popayka simbek chiroyli popayka ko'rinadek. Bir popayka. Yana bir popaykasi bor menda, ammo marangdikisini yaxshi ko'rib, mana oldim. Shuning bilan ikki popaykam bo'ldi. Xo'pdan ikkisini almashtirib kiyarman qishda. Ichingizga bir tal lipiz mayka, mumkin teshingizga mani kiyib, mumkin qishki chapnozni kiysangiz bo'ldi qishda. Ma popaykiniki yan tarafi mandaqga kiyib baksam shuna yarashdi. Shunga buni oldim. Uniki yana oldim. Yana mandaq yozlarda İçimge bir tal mayka, mümkün teşimge mandaq qaplab olgan. Bilmaymiz, men chapan emas ham deyilki. Tak lipizian, shundaq bir chapanda kitamdoq. Bilmaymiz bunun ismi nima? Shuna yarashdi buni kiysam. Shu uch narsani ip kepdim. Uningkin ras all bluesninki sample sales bo'yitibdi yana zola. Aşağıya kirib, ularning naslarini ko'rdim. Uni bulu-bulang bo'lib turibdi birdamda. Shunlashqandaq o'zikidan birini oldim, all bluesninki. Buningki cho'ngi bor menda. Buni bir necha yil burun olgandim. Bunbek yarashidi. O, naqli to'g'rabdi majmur rasmisni. Mavi bilimmi naqli keldi. Bilmayman, sizlar bor davlatda yo'q deyman. Xo'p, ismimi bek payza, bu markaning kiyimlarimi bek payza. Bir Shvetsiyada bormikin, boshqa davlatlarda yo'q deyman. To'rbetda qarab beqinglar, agar yoqtirsanglar kiyimlarni, to'rbetdan zakaz qilsanglar bo'ldi. Men eng yaxshi ko'radigan Shvetsiyaning kiyim markasi. Olgan narsarim, mushu narsalarni ib keldim. Odatda sirtqa oz chiqaman, bozorga oz chiqaman. Shunga ham shuni yaxshi ko'rgan kiyimlarimni yılda bir qitim yoki ikki qitim shuna bahosin tushirib sample sales qildi. Shu vaqtida berib ilvolman yaxshi ko'rgan kiyimlarimni. Unda bo'lsa boshqa kundagi vloglarimda ko'rishaylik. Hayat shunchalik go'zal, o güzellik her kuni siz bilan birga sizning yoningizda. Shu go'zallikni bayqang, uningdan huzur iling, har bir kuningizni ma'nili o'tkazing, hammanglar umid bilan yashanglar. Kelar qitimliqlarimda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.